Kechqurun bolangizda soxta krup yuzaga keldi. Soxta krup o'zi nima? Bu stenozlangan laringit deyiladi, ya'ni hiqildoqqa stenozlangan bo'g'ilishi hisoblanadi va bunda bolada qo'rquv hissi yuzaga keladi. Shovqinli nafas, shovqinli yo'tal bo'lishi bilan va qo'rqinchli ahvolga yuzaga kelishi bilan ko'pchilikni qo'rqitib qo'yadi. Bunaqa holatda panika qilib, vahima qilish kerak emas va doim kimni bolasida allergiya bo'lsa yoki laringiti bo'lsa, har doim ular biladi, uyda ingalyator tutadi va ingalyatsiyadan qanaqa foydalaniladi? Eng effektivniy variant bu yerda pulmikort dorisi hisoblanadi. Pulmikort 2 xil dozada chiqadi, ya'ni 1 millilitrda 0,5 gram saqlagan yoki bo'lmasa 1 millilitrda 0,25 gram dozada saqlagan holatda chiqadi. Va pulmikortni qanaqa ishlatamiz? Pulmikortni bu yerda odatdagidek fiz rastvorlarda eritilmaydi, yordam berayotganda. Bolangizda layushi kashil boshlandimi, srazu ingalyatorga o'tkazasiz va pulmikortni ochasiz. Kerakli bo'lgan dozasi 1-2 gram. Ya'ni qanaqa hisoblanadi bu? 1 grammi 0,25 ligida bu 4 ta ampula hisoblanadi. 0,5 ligida 2 ta ampula hisoblanadi. Og'ir yengilligiga qarab turib, yo 1 gram beriladi yoki 2 gram beriladi pulmikort va to'g'ridan to'g'ri ingalyatsiya og'iz burunni yopgan holatda masочный rejimda beriladi. Ozgina distansion emas, sal uzoqroq tursin yoki nazariy emas, aynan masочный rejimda tutiladi ingalyatsiyani va shu holatda bola ahvoli yengil bo'lguncha qilinadi. Ingalyatsiya minuti bo'ta belgilanmaydi, bolani ahvoli yengil bo'lguncha va o'sha suyuqlik tugaguncha. Tugadimi, yaxshi emasmi? Yana pulmikort qo'shib, yana ingalyatsiya qilishda davom etasiz va albatta zudlik bilan skoriy chaqirib qo'yasiz. Va shishlar juda ham yuqori darajada bo'lsa, skoriy o'zi birinchi yordam sifatida biospazmolitiklardan yoki bo'lmasa glukokortikoid gormonlardan foydalanib sizga yordam ko'rsatadi.